Assalomu alaykum. Mavzuimiz gilam qanday tugatish jarayoni aytib o'tishimiz mumkin. Boshlanishi ham, gilamimiz boshlanishi ham qoqma. Qoqma degani shu mahkam, mustahkam bo'lishi fundamenti. Asosan mana shu qoqma bilan boshlanadi. Chun ipaklar chiqib ketmasligi uchun. Keyin bu boshlanishi mana shu yoqdan qoqmadan bo'ladi. Keyin tugun bo'lib chiqqandan keyin oxirida ham xuddi shundoqqa qoqma bilan tugaydi. Qoqma ham shu maqsad ikki tomonlama tugunlari chiqib tortilib ketmasligi uchun keyin oxirida tugun bo'ladi buni o'zi. Shu qolgan asnoba yoki masalan shu asosiy iplarimiz mana shundoqqa tugun bo'lib chiqadi. Lekin buni qiralari bular hammasi hech qanday mashinka yoki apparat bilan bo'lmaydi. Bularning hammasi shu to'qish jarayonida. To'qish jarayonida ip o'tkazib mustahkam bo'lib, bular mustahkam bo'lib chiqadi. Keyin bu tugash jarayoni bo'ladi. Gilam